narxlarni ham sakratib yubordik. Fozilovga kelganmiz. Mahalladan surishtirdim. 13 ming, 14 ming narx qilib turishgan ekan. Biza narxlarni pastlatdik. 20 sotuvlik shu ko'rib turgan xonadonni chiqib oldi. Endi qarang, yer hisobida mana xonadonlar sizga o'tib keturadi. 10 ta xonasi bor ekan. Endi mahalla yaxshi. Toshmi postdan 3,5 kilometr, Mehnatdan 3,5 kilometr, fasad 19,80 bo'ladi. Qarang, bu yog'i tekis ketgan 63,40, bu yog'i 63,1, 36,40. Pastda ham qurishlari bor. Endi kimgadir qiziq shu 20 sotuv. Kimdir yashab, mamta chorva qilishi bor, boshqa qilishi bor, hamma narsa qilish imkoniyati bor. Endi quruvchilar ham bormi? Quruvchilarga ham optimal variant deb bilaman. Bu yerda 7 ta kotej joylash imkoniyati bor. Suv, svet, gaz bu yerda muammo emas ekan. Suv yo'q deyishardi, lekin kepti, ulandi, har kuni suv bor. Startoviy 20 sotuv bo'ldi. Xonadonni ko'rasiz. Qiziq bo'lsa, shuncha mehnat, bitta laykka ayamasdan ketasizlar. Raqam qoldirib qo'yaman, egalariga qo'ng'iroq qilib, talashib olishib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.